Assalomu alaykum, maxfiy yangiliklar kanaliga xush kelibsiz. Global hayotda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklarni biz bilan kuzating. Itamar Ben-Gvir Livanga qarshi keskin choralar ko'rishga chaqirdi. Isroilning ikki vaziri, Milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvir va Moliya vaziri Bezalel Smotrich Livanga nisbatan keskin bayonotlar berdi. Ben-Gvirning aytishicha, agar Hizbulloh nazorat ostiga olinmasa, Livanning janubiy hududlari Isroil uchun xavfsizlik zonasiga aylantirilishi kerak. U elektr energiyasi uzish va infratuzilmani yo'q qilish orqali bosim o'tkazishga chaqirdi. Shuningdek, u Benyamin Netanyahu AQSh prezidenti Donald Trump bilan Livandagi ehtimoliy harbiy harakatlar masalasini muhokama qilish kerakligini ta'kidladi. Smotrich esa Hizbullohning dron tahdidlariga qarshi qat'iy choralar ko'rilishini bildirib, Bayrutdagi binolarni nishonga olish haqida gapirdi. Uning so'zlariga ko'ra, mudofaa tizimi uchun milliardlab shekel miqdorida maxsus byudjet ajratilgan. AQShning Washington shtatidagi qog'oz zavodida kimyoviy rezervuar portladi. Bir kishi halok bo'lgan va 9 nafar inson bedarak yo'qolgan. AQShning Washington shtatida joylashgan qog'oz zavodida kimyoviy rezervuar portlashi oqibatida kamida 1 kishi halok bo'ldi. Yana 9 nafar xodim bedarak yo'qolgan. Bu haqda CBS News ma'lum qildi. Yirik favqulodda hodisa Washington va Oregon shtatlari chegarasida joylashgan Longview shahridagi qog'oz fabrikasida yuz bergan. Korxonada qog'oz ishlab chiqarishda qo'llaniladigan kimyoviy modda to'ldirilgan rezervuar portlab ketgan. Mahalliy hokimiyat ma'lumotlariga ko'ra, hodisa oqibatida kamida 1 kishi halok bo'lgan. Yana 9 nafar ishchining taqdiri noma'lum. Ular bedarak yo'qolganlar ro'yxatiga kiritilgan. Halokat oqibatida zavodning 8 nafar xodimi va 1 nafar o't o'chiruvchi ham jarohatlangan. O't o'chirish xizmati ma'lumotlariga ko'ra, portlagan rezervuarda qog'oz sanoatida ishlatiladigan natriy gidroksidi va natriy sulfid asosidagi oq ishxor bo'lgan. Dastlab sig'im 80 ming gallon deb baholangan bo'lsa-da, keyinchalik unda taxminan 900 ming gallon atrofida kimyoviy modda bo'lgani aniqlangan. Qutqaruvchilar hozir ham hududda ish olib bormoqda. Biroq vayron bo'lgan konstruksiya beqaror bo'lib, xavf darajasi yuqori ekanligi aytilmoqda. Hodisaning aniq sababi hozircha aniqlanmagan. Kim Chen In yangi raketa tizimini namoyish qildi. Shimoliy Koreya sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanadigan ko'p maqsadli yengil raketalarni uchirishning yangi tizimini hamda taktik qanotli raketalarning yalpi o't ochish tizimini sinovdan o'tkazdi. Bu haqda Koreya Markaziy telegraf agentligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, yangi taktik qanotli raketa yuqori aniqlikdagi avtonom navigatsiya va topografik moslashtirish tizimi bilan birlashtirilgan bo'lib, C bazasidagi yakuniy yo'naltirish funksiyasi bilan jihozlangan. Raketa rejalashtirilgan va dvigateli parvozning kompensatsiyalashgan sxemasi yordamida 100 kilometrgacha bo'lgan masofadagi nishonlarga yuqori aniqlikda zarba bera oladi. Sinovlarni Kim Chen In shaxsan kuzatgan. U yangi ishlanmaning harbiy ahamiyatini yuqori baholab, o't ochishni boshqarish va boshqa qurilmalarni avtomatlashtirishning yangilangan tizimlari zamonaviy jang sharoitlariga moslashtirilganini ta'kidlagan. Kimta ma'lumotlariga ko'ra, yangi qurollarni Shimoliy Koreyaning janubiy chegara hududidagi uzoq masofali artilleriya bo'linmalariga topshirish rejalashtirilmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yil 14-aprel kuni Kim Chen In esministdan 2 ta strategik qanotli raketa va 3 ta kemaga qarshi raketa uchirilishini ham kuzatgan. Raketalarning G'arbiy Koreya qo'ltig'i ustidan uchib o'tib, belgilangan nishonlarga aniq zarba bilan yo'q qilingani aytilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyalarda qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.